Ustaka siz 950 ming so'mga 69 metrli shirpo'rtni oladigan bo'lsangiz, komplektida nimalarni qo'lga kiritasiz? Bu yangi partiyamizdan bo'ladi. Yangi partiyamizda ichidagi ko'p narsalar o'zgargan bo'lsa ham, lekin narx-navosi deyarli bir xil turibdi. Endi komplektda nimalar borligini ko'rib chiqamiz. Komplektimizda qo'llanma kitobchasi bo'ladi hamda 2 amperli 42 vatli batareykasi bo'ladi. Bu yangi partiyada chiqqan yangi batareyalar hisoblanadi. Bundan tashqari zaryadlagichimiz bor. Zaryadlagichimizda ham ancha katta o'zgarishlarni ko'rishingiz mumkin. Ko'proq deriskiyligiga ahamiyat berilgan bu safargi partiyamizda kerakli bo'ladigan nasabga hamda burlari qo'shib berilgan. Hamda instrumenti o'zini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Instrumentimizda ham qanaqa o'zgarishlar bor deydigan bo'lsanglar, redline formatiga o'tilgan, ya'ni orqasida mana ko'rsangiz bo'ladi, dumaloq qizil burchi hamda 42 VMAX yozuvlari yozilgan hamda bu yoq tarafiga ham 42 VMAX yozuvlari tushirilgan bo'ladi. Instrumentimizda undan tashqari bu yoq tarafida oldidagi patron uchini ko'radigan bo'lsanglar, oldingilarida qora plastmas bo'lardi, hozirgisida bo'lsa metaldan qilingan hamda bronza rangi berilgan. Instrumentimiz 2 xil tezlanishda, 22 xil skoroskda, 3 xil rejimda ishlaydi. Inko Tashkent profiliga obuna bo'lib, bu videoni shirpo'rt olmoqchi bo'lgan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.